Otasi bilan hech kim ham bog'lab tushunadi. Chunki ota uyda ish qilayotganda просто o'tirish bu hayot uchun xavfli. Turishinglar kerak oldi. Nimadir qilib qo'lini urib oladi. Sechara nafas ol deb beradi eng kamida. Sizlar aybdor bo'lasizlar. Eng apasniy joyi bu. Anaqa topib chiqqin deydi. Anaqa nima o'zi deb so'raolmaysizlar, chunki so'rasangiz, "Sen odamning gapidan xato topyapsan" deb. Katta o'p olding deb. Bo'lmay, qadaligini ham aytmaydi, ko'zi ko'rsatgan taraf 2 marta qo'shni uyga kirib ketib qolganman, anaqalar berib turiladi. Qo'shnilarim ham tushungan odam. Men ham yoshligimda chiqqan maslahatga. Best ham ish qilyapgan, ha. Anaqani topaman, peshinga chiqaramsiz deb. Qaytib kelaman, ota anaqani topolmadim desam, hozir men kirib topaman, nima qilaman deydi. Ha, конечно siz topasiz, u siz bilasiz nimaligini. Shuni kiradi, birinchi turgan narsa anaqa bo'ladi. Bunday qarab turib, sen qaramagansan-da deydi. Ko'zing ko'r seni o'zi deb turib, ashindan ham so'kish eshitib